Olimpiada kumush medali sohibi Bektemir Meliqo'ziyev haqida siz bilmagan 3 ta fakt. U 1996-yil 8-aprelda Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi Shoyinbek qishlog'ida tug'ilgan. Chap qo'l bokschisi hisoblanadi. Shuningdek, u hozirda professional faoliyatini AQShda davom ettirmoqda. Havaskorning boksdagi faoliyati juda sermahsul bo'lgan. U 2014-yilda Yoshlar Olimpiadasi chempioni, 2016-yilda Rio Olimpiadasining kumush medali sovrindori, 2015 va 2017-yillarda Osiyo chempioni hamda 2015 va 2017-yilgi Jahon chempionatlari sovrindori bo'lgan. Professional boksda esa WBO Intercontinental va WBA Continental Amerikaning kamarlarini qo'lga kiritgan. Faoliyatidagi eng qiziqarli voqealardan biri 2021-yilda Gabriel Rusodadan og'ir nokaut bilan mag'lub bo'lgach, ko'pchilik uning faoliyati pasayadi deb o'ylagan edi, ammo Bektemir taslim bo'lmadi. 2023-yilda Rosado bilan revansh jangida ochkolar hisobiga g'alaba qozonib, mag'lubiyat uchun qasos oldi. 2026-yilda esa Gana vakili Sena Agbekoni 7-raundda texnik nokaut bilan mag'lub etib, professional rekordini 17 g'alaba va 1 mag'lubiyatga yetkazdi. Ushbu xabarni Bektemir Meliqo'ziyevni sevib kuzatadigan do'stlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Xo'sh, siz bokschining qaysi janglarini ko'rgansiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.